Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Achucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan qanaqa radar detektor olish kerakligini ko'rib chiqamiz. Bilasizmi nima? So'nggi paytlarda menga juda ham ko'p qo'ng'iroq bo'lib, menga radar detektorni eng zo'rini bering deyishadi. Va albatta ba'zida bu narsaga pullar yetishadi, ba'zida muddatli to'lovga, bo'lib to'lashga, kreditga olishga harakat qilishadi. Lekin tasavvur qiling, hozir qo'limda mana Silverstone kompaniyasining premium mahsuloti Doppler Pro radar detektor turibdi. Bu haqiqatan ham juda ham premium, eksklyuzivniy va juda ham zo'r ishlaydigan mahsulot. Lekin agarda sizning pulingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, arzonroq radar detektor olsangiz bu yomonmi? Keling, bugun buni qo'yib turamiz, chunki bu haqda juda ham ko'plab videolar olganmiz va uni qanday ishlashini bilamiz. Bugun esa sizlar bilan sal byudjetliroq bo'lgan va arzonroq bo'lgan o'sha flagmanning ukachasi deylik, shu haqida gaplashamiz. Siz videoni oxirigacha ko'ring, haqiqatan olishga arziydimi, yo'qmi, qanday plyuslari bor va qanday minuslari borligigacha barchasini tushuntirib beraman. Demak, biz boshladik. Mana juda noqulay turibdi. O'zi aka yig'ishtirmoqchi shekilli yoki qarayapti. Mana komandir turibdi mana bu yoqda. Mana o'ng qo'li turibdi. To'xtash joyi nazorati. Ana, to'xtaganimdan o'sha ogohlantiryapti. Uka deyapti. To'xtasang, mazang qochiraman deyapti. Avtokon. Qaranglar, necha metrdan hozir 200 metr turibdi mana bu yoqda menda. Video blok. Piyodalar o'tish joyi nazorati. Eshitdingiz, a? Video blok piyodalar o'tish yo'lagi nazorati deb ogohlantirdi. Ya'ni hozirda bilamiz, ko'plab turdagi piyodalarga o'tish yo'lagiga yo'l. Azizlar, bilasizlarmi, bizda shunaqa tushuncha shakllanganki, agarda mahsulot arzon bo'ladigan bo'lsa, demak ushbu mahsulot yaxshi ishlamaydi, bo'lmaydi degan fikrlar yuradi. Men sizlarga hozir bu fikr xatoligini ushbu videoda tushuntirib beraman. Qo'limda byudjetliroq bo'lgan Sochi Pro 2 ona radar detektor turibdi. Xo'p, bu haqiqatan xarid qilishga arziydimi? Va buni qanday plyuslari bor va aynan premium mahsulotlar bilan qanday farqlar bor? Shuni video davomida tushuntirib beraman. Qo'limdagi Sochi Pro 2 lini o'zi umuman olganda kecha paydo bo'lib qolgan mahsulotning ukasi mavjud, Sochi Pro degan. Ushbu Sochi Pro 2017-2018 yillarda sotuvga chiqib, birinchilardan bo'lib signaturaga ega bo'lgan radar detektorlaridan biri edi. Ya'ni sizlarga signatura nimaligini tushuntirib beradigan bo'lsam, hozir mana radar detektorlari radarlar nomi bilan aytadi-yu, Cardon Pro, Multiradar yoki Lochinko's, bu ham o'sha paytdan birinchilardan signaturaga ega bo'lgan radar detektorlaridan biri edi. Va bu radarlarni barchasini zo'r aniqlab berardi. Hattoki hozirgacha ham ko'pchilik foydalanuvchilar ushbu Sochi Pro mahsulotini ishlatib keladi. Silverstone kompaniyasi haligacha ularga dasturiy ta'minot, baza, proshivkalarni taqdim qilib keladi. Lekin bilamiz, biz ham yildan yilga bo'yimiz o'syapti, aqlimiz o'syapti va o'zimiz har xil tushunchalarga ega bo'lganimizdek, radarlar ham yildan yilga kuchayib boryapti. Yangi texnologiyalar, yangicha ishlash tizimlari va hattoki yangicha jarimalar ham paydo bo'lyapti. Bizning eski radar detektorlarimiz birmuncha u radarlarni aniqlashga qiynalib qoladi va unga ham zamonaviy yondashish kerak. Shuning uchun ham Silverstone kompaniyasi o'zining Sochi Pro radar detektoriga yangi hayot berib, unga yangicha texnologiyalar o'rnatib, sotuvga qaytardi. Men dizayniga to'xtalmayman, chunki dizayn bo'yicha men har kimni didi har xil va dizayn radar detektorini ishlashiga aloqador narsa emas. To'g'ri, dizaynga o'zgarish kiritilgan, lekin meni eng quvontirgan narsalardan biri ushbu mahsulotga xuddi premium mahsulotlar, ya'ni $200 boshlab sotiladigan mahsulotlarga o'xshab, ichiga ikkita LNA modul o'rnatilgan. LNA modul bu radarlarning signalini, ya'ni signal kelyapti-yu, o'shani kuchaytirib beruvchi vosita hisoblanadi. Eski Sochi Pro'da ushbu LNAdan bor yo'g'i bir dona bor edi. Bu mahsulotga esa bir emas, 2 dona LNA modul o'rnatilgan. Bu degani radarlarni maksimal uzoqlikdan aniqlab beradi. Ya'ni 3 oyoq deysizmi, 6 oyoq deysizmi, tepadagi, pastdagi va katta ehtimol bilan yaqin orada multiradarlar ham qaytadi. Multiradarlarni ham maksimal uzoqlikdan aniqlab beradi. Endi qarang. Signallar kuchaytirilibdi. Pamexchi, ya'ni yolg'on signallar, yo'lga yurgan paytingiz furalar, o'sha yuk mashinalari va yengil mashinalarga beriladigan yolg'on signallar juda ham kamaytirilgan. Sababi bunga yangi texnologiya bo'lmish Anti-Cas va ICF+ modullardan foydalanilgan va ushbu narsalar radar detektorini yolg'on signal berishdan kamaytiradi. Ko'ryapsizlar, qarang, har ikkala mahsulot, har ikkala aytib o'tgan modullar
qimmat bo'lgan, ya'ni byudjetdan tashqari bo'lgan premium mahsulotga qo'yiladigan narsalardan foydalanilgan. Eng meni xafa qilgan joyi, rostini aytadigan bo'lsam, buni narxini tushirishga sabab bo'lgan narsasi bunga Wi-Fi modulni o'rnatilmaganligi. Shuning uchun ham buni narxi boshqa mahsulotlarga nisbatan ancha arzon. Lekin buni o'zi, xuddi aytadigan bo'lsam, motor kuchli-da, xuddi mashinalar pozitsiyalari, birinchi pozitsiyasi sal ichida funksiyalar kam bo'ladi-yu, xuddi shunga o'xshash narsa qilingan. Atak radarlarni maksimal uzoqlikdan aniqlab beradi. Buni video davomida ham ko'rsataman. Umuman radar detektoriga gap yo'q. Narxini ham hozirda aytib qo'yishim mumkin. Narxi $160. Aloqa uchun 98lik 722 33 raqamiga aloqa chiqsangiz, albatta shu narsani tashkillashtirib beramiz. Azizlar, ko'rdingiz-a? Byudjetning bo'ladigan bo'lsa ham, kerak bo'lsa premium mahsulotlar bilan birma-bir tortishadigan darajada deteksiyalar qilib berdi. Albatta, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni eslatib o'taman, 98lik 722 33 yoki 97lik 485 0097 raqamga aloqaga chiqsangiz, o'zimiz sizga chiroyli narxlarda dastavkalar bilan qilib beramiz. Demak, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Siz bilan Achuchoy jamoasi bo'ldi. Aytgancha, radardan, xatardan asrasin. Xo'p, aziz do'stlar, shu yoqda mana kameralari ham, mana yo'l belgilari ham mavjud. To'xtab turish taqiqlangan degan. To'xtash joyi nazorati. Ana, to'xtagandan o'sha ogohlantiryapti. Uka deyapti, to'xtasang mazang qochiraman deyapti. Ham bizga o'zi chiziq chizilmagan ekan. Ko'rdingizmi? Ogohlantirdi. To'xtab turish taqiqlangan deb. Bizga ogohlantiradi. 0 turibdi, mana shu narsani o'tildi deyapti mana. To'xtash joyi nazorati. Yana bir bor ogohlantiryapti ana. Va turibdi, o'sha narsa ogohlantiradi. To'xtama deyapti. Mana sekin yuradigan bo'lsa, o'sha ogohlantirib turibdi. O'tdik bu yoqdan. Agar shu yoqqa to'xtaydigan bo'lsang, seni mazang qochadi degani. Xullas, aziz do'stlar, shu narsaga e'tibor beringlar. Mana shunaqa funksiyalari bor. Mazza qilib ishlatasizlar. Hozirroq qiyshayib qolibdi, aytmabsizlar ham. Xullas, hozircha shu. Xo'p, aziz do'stlar, oldimizda Lochin ko'z bor, undan keyin esa o'sha mashhur bo'lgan Avtokon turibdi. Natijalarni ko'ramiz. Qanaqa natijalar bo'lar ekan, bizni nimalar kutib turibdi ekan, o'shani ko'rishimiz kerak. Oldimizdagi birinchi keladigan Lochin ko'z keladigan bo'lsak, juda ham signallari dabdala bo'lgan Lochin ko'z hisoblanadi. Buni signallari uzoqqa bormaydi. Shunda ham qanaqa natija ko'rsatar ekan ko'ramiz. Ba'zi bo'yicha ogohlantiryapti. Qarang, bitta sizga ogohlantiradi. Necha metraj qancha qolganini, nima bo'lganini. Radargacha 600 metr masofa mavjud, lekin 600 metr ko'p. Ko'ramiz. Yo'llarda qoidalarni buzmasdan harakat qilish kerak aziz do'stlar. 400. Lochin. 200 metr juda ham ajoyib natija. Ogohlantirish esimdan chiqdi. Endi bu radar salgina mazasizroq radar desa ham bo'ladi, aynan shu Lochinni. Sababi ba'zida yaqin uzoq masofadan, ba'zida kam masofadan deteksiya beradi. Hozir ko'ramiz, oldimizda Avtokon mavjud. Bizga eng muhimi, eng keraklardan bittasi bo'lgan Avtokon. Lochin signal tugadi. Qani bizga ogohlantirish berarmikan, yo'qmi? Agar uch oyog'ini yig'ishtirib ketmagan bo'lsa Avtokonni. Hozircha jam radar detektorimiz juda ham noqulay joyda turibdi. Qarang, hozir mana misol uchun tepalikka chiqamiz. Tepalikka chiqqanimizda pastlikka tushamiz. Ana bizga haydovchilar harakat ham qilyapti ana. 86 edi. Qani necha metrda aniqlarkan? Oxirgi aytaman sizlarga necha metrda aniqlagan. Sizlar radar ko'rsatay bittagina. Mana sizlar radar ko'rsatay. Mana juda noqulay joyda turibdi. O'zi aka yig'ishtirmoqchi shekilli yoki qarayapti. Mana komandir turibdi mana bu yoqda. Mana o'ng qo'li turibdi. Komandir, charchamang komandir. Bir jihatdan qo'yishganlari ham yaxshi. Sababi aynan shu trassada endi yo'lda juda ham bosib haydashadi. O'sha
yo'l transport hodisasini oldini olish uchun shunaqa harakat qilishadi. Xullas, natijalar ajoyib. Xo'p, aziz do'stlar, GPS faol. juda qiziq voqea bo'ldi. Hozir mana Doppler Sochi Pro 2 ni o'rnatdim. Oldimizda signalli uchoyoq avtokon turibdi. Qani buni qanaqa aniqlar ekan, buni kuzatamiz. Qiziq. Bizda qanaqa surprizlar kutib turibdi. Shu narsa bizga juda ham muhim. Radargacha ancha masofa bor uchoyoqqacha. Ko'ramiz qanaqa natija bo'lar ekan, bizni xursand qilarmikin, bizni yoki raqamasmikan. Bu bizani jarimaga tortmaydi katta ehtimol bilan yo'lni narigi tomonda chap tomondan kelayotgan haydovchilarni jarimaga tortishga turibdi. Avtokon. Qaranglar, necha metrdan hozir 200 metr turibdi mana bu yoqda menda. To'g'ri, shunaqa. 123.2. Ha, necha metrdan aniqlab degan. 3 bo'ldi. Orqa tomondan turibdi. Hozir keyin razor qilib ko'rsataman ham. 4 bo'ldi, 200 metr bo'ldi orqa tomondan. Ham radar pastda turibdi, ya'ni signali noqulay. 300 metrdan aniqlabdi. Hozir 300 metr bo'ldi, xo'p. Hop. 7 ga chiqdi. Necha metr degandim? 500 metr bo'ldi. Hop. Kamera 60 ga. 600 metr. Radar bizga qarab turgan ekan, adashmasam. Yo'q, orqa tomonga qarab turgan. Xullas, aytaymi? Yo'q, bizga teskari turibdi radar. Hozir ko'rsataman sizlarga, ham bu yoqda turibdi. 8 metr, ham bu ham 8 edi, bu 8 metrdan ushbu radarni aniqladi. Balki bizani ham aniqlashi mumkin, chunki juda qulay joyga qo'ygan ekan. Hozir razor qilib kelib, yampta sinab ko'ramiz, aziz do'stlar. Xullas, mana shunaqa. Natijalar qiziq, juda ham qiziq. Oldimizda lochin ko'z ham bor, juda past to'lqinli radar. Qanaqa natija ko'rsatar ekan ushbu lochin ko'zga. 400. 400 metr bor. Lochin ko'z bu yoqdagi lochin ko'zning signallari juda pastda, uzoqqa bormaydi. 150-200 metr ham juda ham katta natija. 200 metr. 200 metrdan. Yomon emas. Bu radar uchun juda ham ajoyib, narxiga ham juda ham ajoyib ishlab beradi. Ko'ryapsizlar, bitta testimizda ikkita nima desam ekan, so'z isbotlar bilan deydi-ku, shunaqa narsa. Demak, biz davom ettiramiz. Hozir old tomondan uch yoqqa kelamiz. Joy nazorati. Xo'p, aziz do'stlar, uzr, probkada qolib ketib qoldim va bir qiziq narsani ko'rishim kerak. Qaranglar. Oldimizda quyidagicha turdagi radar mavjud. GPS faol. Video blok. Piyodalar o'tish joyi nazorati. Eshitdingiz, video blok piyodalar o'tish yo'lagi nazorati deb ogohlantirdi. Ya'ni hozirda bilamiz, ko'plab turdagi piyodalarga o'tish yo'lagiga yo'l bermaganlarga yangi turdagi radarlar 360 gradusdagi yoki Hikvision'ni ayrim turlariga ushbu modulni qo'shib qo'yishdi. Ko'rganingizdek, baza bo'yicha ham ogohlantirdi, qo'shimchasiga deteksiya bo'yicha ham 300 metrdan ziyod masofadan aniqlab berdi. Bu shunchaki juda ham ajoyib. Ya'ni bu sizga Sochi Pro Elena yangi avlod vakili ham radarlarni aniqlashda, ham agarda siz piyodalar o'tish yo'lagini unutib qo'yadigan bo'lsangiz, uni ham ogohlantirishda juda ham katta yordam beradi. Shunchaki bir so'z bilan aytganda, juda ham ajoyib radar detektor. Ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek, mana o'zi deteksiya bo'yicha ham 300 metrdan oshib ketib qoldi, chunki men bilmayman Dopplerga qanaqa unaqa bo'ldi. Dopplerda 200 metrdan, 250 metrdan aniqlagandi. Bu o'sha 300 metrdan juda ham ajoyib uzoq masofadan aniqlab berdi. Shunchaki respekt deydi-yu. Hozir katta ehtimol bilan haydovchilar yo'l bermoqda piyodalarga, shuning uchun shunaqa probka bo'lib qoldi, lekin umuman olganda doimiy shunaqa probka ham bo'lib turadi bu yoqda. Ovoz juda ham baland. Ko'ramiz. Oldinda yana kamera bor. Ana, yana bir bor ogohlantirdi. Ya'ni oldimizda yana bitta kamera borligi haqida ma'lumot berdi. Hop, ko'ramiz. Biz esa bu yoqda shu joyda testni tugatsak ham bemalol bo'laveradi. Ha, azizlar, ko'rdingiz-a? Byudjetli bo'ladigan bo'lsa ham, kerak bo'lsa premium mahsulotlar bilan birma-bir tortishadigan darajada deteksiyalar qilib berdi. Albatta, xarid qilmoqchi bo'lsangiz bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni eslatib o'taman, 98lik 722 33 yoki 97lik 485 0097 raqamga aloqaga chiqsangiz, o'zimiz sizga chiroyli narxlarda dastavkalar bilan qilib beramiz.
Demak, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Siz bilan Achuchoy jamoasi bo'ldi. Aytgancha, radardan, xatardan